Ko'rib bahli hammamiz sotiladi. Dehqon akamizni o'zidan video qilyapmiz. Dehqonni qo'lda turibdi. Xo'p, bu ma'lumot berishlaricha ola qora paroda ekan. Ilgariga o'zimizda rossiyskiy ola qora paroda bo'lardi. Galishtinmasam, ha. Xo'p, oyoq qo'llari uzun. Yeb ichishlari, sog'lik salomatliklari joyida ekan, bir joyda turgan mol. Endi sababi nimaga bir joyda desangiz, mana tirnoqlari ham o'sib qolgan, bozor yurmagan hali bu. Bozorga chiqmagan. Bohma boqa. Bohma boqa yemni ko'taraveradi. 1,5 kilo, 1 kilo 800, 2 kilogacha bemalol yemni bersangiz, yemni ko'taraveradi. Buqoni uzunligiga e'tibor bersangiz ham, endi telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin real yonidan ko'rsangiz katta buqa. Xo'p, buni yeb ichish qanaqa akasi, olib borgandan keyin bular sinab olishaveradi. Misol silos bersangiz, silos pohol, mana pohol sezon ham kelib qoldi. Pohol bilan mana o'zim realni ko'rdim tepasida. Pohol yetgan ekan kesam, bemalol sinab olaverasizlar. Silos, somon hammasini yeb ichishlari zo'r. Sog'liq salomatligi joyida deyishyapti. Bular hop, endi buni ma'lumotini bersak, buni ma'lumoti buqoni yoshi hali yashga to'lmabdi. Yashiga to'lmabdi. Hali endi to'lar ekan, xudo xolasa guruhchini chiqarmagan. Bo'ylari keladigan bo'lsa, buqamiz bo'yi 1,20 dan ziyod deyishyapti. 1,20 ga olishaveradi. 1,20 plus deydi endi. 1,20 plus, 1,20 ga olaverasizlar. Mana oyoq qo'llari baquvvat, old tush qismlari, buqoni garbonoslari mana. Old tush qismlari ham keng, oyoq qo'li asosiysi oyog'i baquvvat. Mana ahamiyat bersangiz, mana uyda turgan buqoni mana tirnoqlari o'sib qolgan. Endi yem yeb turgan deyishyapti. Hop, orqa qismlari ham juda keng holatda. Orqalarini ham mana ko'rsatib qo'yamiz. Orqalari ham juda keng holatda. Buqoni endi bilmadim, men telefon kichkina narsa katta ko'rinadi, katta narsa kichik ko'rinadi deganda, lekin bu buqoni misol yonidan realni ko'rsangiz katta buqa. Mana. Ha, jonivor. Xudo xolasa oyog'idan baraka topadi. Dehqon akam do'stlar, Doston akam telefon nomerlarini qoldiramiz. Nomerlarini qoldiramiz. Qolgan ma'lumotni, polni ma'lumotini o'zlaridan olib bemalol gaplashishlari mumkin. Narxini, hop, nech pul deyapsiz aka buni narxini? 2 million kami bor. 22 million? 22 million kami bor. Endi aka men misol qo'yib yurganmiz buqoni alimasi. Telefon qilsa o'tib beraverasiz, ha? Kelishtirib beramiz. Buni narxini aka men bilmadim-ku. Endi men ham to'g'risi dehqonlar beryapman videoda. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. 20 millionga oldimsa beraverasizmi? Kelib ketishadi. O'zlari tep-pipasa kelib realni ko'rib ketishadi. Mayli, joy aytganimga sotmayman, sizni kelishtirib beraman. O'tib berasiz. 20 millionga beraverinchi, olishsa, xudo xolasa olishadi. Alloh barakasini bersin. Kelib Xudo xolasa zo'r. Yo'q. Dehqon akamiz o'ziga bemalol mana o'zlari aloqaga chiqib. Xudo xolasa buqa ishonavering, yonidan ko'rsangiz vash bo'lacha buqa. Olgan pulingizga arziydi. Ha, jonivor. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Hop, 50 lik kodi bilan 552 05 72 raqamiga aloqaga chiqsalaring, akamiz o'zlariga piramay olasizlar. Keyin narxini yana kelishib olasizlar. Yeb ichishiga aka 1 hafta deyaptilar, 10 kun ham sinab olasizlar. Men uyda turgan buqa xudo xolasa uyaltirmaydi. Buqani yonidan ko'ringlar, katta buqa.